Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan son suyagi boshchasi aseptik nekrozi haqida gaplashamiz. Son suyagi boshchasi aseptik nekrozi bu qanday kasallik? Bu kasallikka chalingan bemorlar chanoqson bo'g'imlaridagi doimiy og'riqlarga, og'riqning yurganda kuchayishiga va harakatning cheklanishiga shikoyat qiladi. Demak, son suyagi boshchasining aseptik nekrozi son suyagi boshchasini qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlar juda nozik va ingichka bo'lganligi sababli qon ivish jarayonining kuchayishi natijasida dastlab bu joyda ishemiya va nekroz jarayoni yuzaga keladi. Bu asosan demak biz bilamizki, shu COVID-19 kasalligidan keyin bu kasallikning rivojlanishi juda ko'payib ketdi. Bu kasallikning demak nechta bosqichi bor? Bu kasallikda 4 ta bosqichi mavjud. Kasallikning birinchi va ikkinchi bosqichlari, ya'ni bu erta bosqichlarida bemorlarni konservativ yo'l bilan davolaymiz. 3-4 bosqichda operativ usul bilan davolanadi. Demak, konservativ davolash usuli bu qanday davolash usuli? Konservativ davolash usulida demak son suyagini boshchasiga keladigan qon tomirlarda qon aylanishini yaxshilash maqsadida turli xil dori preparatlardan foydalanamiz. Bunda yana bir usuli bor. Demak, o'sha bo'g'imni ichiga to'g'ridan to'g'ri shu dorilarni yuborish usuli hisoblanadi. Hozirgi kunda shu butun dunyoda foydalanayotgan zamonaviy davolash usullaridan biri bu PRP terapiya. Demak, PRP terapiyada qanday qilinadi? PRP terapiya shu bemorni o'zini venos qoni olinib, uni maxsus probirkaga solinadi va sentrifugada qonni o'sha 3 qismga ajratib olamiz. Demak, bunda yuqorida qonning plazmasi, o'rtada trombositlarning massa va pastda yana shaklli elementlarning cho'kkanligini ko'rishimiz mumkin. Bu davolash usulining demak afzalligi nimada? Demak, o'sha hosil bo'lgan trombositlar, ajralgan trombositlar va trombositlar bu ya'ni blast hujayralar hisoblanadi. Bu o'sha bo'g'im yuzasidagi zararlangan tog'ayni demak o'sha tiklanishiga yordam beradi va ketayotgan prosesni, ya'ni nekroz jarayonini sekinlashishiga bizga yordam beradi. Bundan tashqari yana davolash usullari mavjud. Ya'ni SPF terapiya deyiladi. SPF terapiya bu demak o'sha bemorni o'zidan yog' hujayralarini olib, demak o'sha yog'ni ham o'sha o'zining maxsus probirkasi mavjud. O'sha probirka orqali sentrifugada aylantirilib qon emulsiya holatga kelinadi va ular filtrlanib o'sha bo'g'imga yuborish usuli hisoblanadi. Yana bir demak o'sha konservativ davolash usullaridan biri bu suyak ko'migidan ilikdan olinib o'sha bo'g'imga yuborish usuli ham mavjud. 3-4 bosqichlarida o'sha bemorlar operativ yo'l bilan davolanadi. Demak, bunda operativ yo'l qanday hisoblanadi? Demak, o'sha bo'g'im yuzalarini to'liq almashtirish amaliyoti bajariladi. Demak, bunda son suyagini boshchasi va acetabulum, ya'ni bu chanoq kosasi to'liq almashtiriladi.